Bugungi obzorimizda jaja Volvo yuradigan mashina haqida gaplashamiz. Bu mashinamiz Land Cruiser 300 bo'lib, bu mashinada faqat jajalar yuradi. Свободное время нет у меня. Bu truq sutkamizni rasxodiga keladigan bo'lsak 15 ta, Sport Plus rejimida esa 20 tadan oshib ketadi. Motorimizda 415 ta ot kuchi 6 twin motor bo'lib, birdan 100 gacha bor yo'g'i 5 sekundda chiqa oladi. Lisyangda ajali bo'lgan ushbu mashinamizda bagajnikiga keladigan bo'lsak, 500 litrli bo'lib, toqqa chiqqaningizda ham maza qilib oilaviy dam olib kelsanglar bo'ladi. O'zingizlar ko'rib olishinglar mumkin. Bu mashinamizda gabaritiga qaramasdan o'ziga ancha ko'p pluslarni olgan va bu mashinamizni agar yoqib qolgan bo'lsa sizlarga plus tariqasida bunaqa funksiyalarni qo'shib berishadi. Bu mashinamizni ichi ham o'zigacha vid berib turibdi va alohida tema bo'lib turibdi. Chunki bu mashinamizda har bir joyiga, har bitta qismlariga alohida e'tibor berilib, mana bu joylarga daraxt elementlari va bu yoqlariga esa koja elementlari ishlatilgan bo'lib, mashinaga alohida vid beradi. Bu mashinamizda bariga keladigan bo'lsak, bari alohida tema. Chunki bu yoqlarida xolodilniklari ham bo'lib, yoqib bemalol ishlatib ketsangiz bo'ladi. Va bu joylarga keladigan bo'lsak, беспроводный zaryadnik bo'lib, bemalol zaryadchilarni qo'yib, bu yoqlarda esa narsa suqib oladi, eshitib, hamma yoqib ketsalar bo'laveradi. Ko'rib turganinglardek, bu yoqda speedometrni oynaga berib turadigan uzatmalar va ko'pchilik narsalar va bu yoqlarda esa koja elementlari ishlatilgan bo'lib, mashina taksi derski turibdi. Boya aytib o'tganimdek, toqqa chiqqaningizda yana eng katta plusi bu uning lyukidir. Chunki buning lyuki ancha-muncha mashinangizdan katta va bemalol chiqib hamma vidni ko'rib ketsangiz bo'laveradi. Bu mashinani olgandan keyin rasxodiga achinmaslik kerak, chunki bu mashinaning rasxodi 20 tadan ko'p bo'ladi. Nega deysizlarmi? Chunki bu mashina birdan 100 gacha bor yo'g'i 5 sekundda chiqadi. Даже Malibu'ni ham joyini chiqarish mumkin. Bu jaja Volvo mashinamiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, pastdagi profillariga murojaat qilasizlar.